Assalomu alaykum. Tug'ruqdan keyingi восстановление, qin kengligi toraytirish, vyuzdeniyalarga qarshi kurashish, infeksiyalarni tozalash, tug'ruqdan keyingi qayta tiklanish, o'ziga bog'liqli lecheniyalar ham bor. Ichimiz kerak bo'lgan vitaminlar ham bor. Mashqlarimiz bor. Pitaniyalarga e'tibor berishimiz kerak, ich tozalab olishimiz kerak bo'ladi tug'ruqdan keyin ham обязательно. Bu qin kengayib havo chiqayotganlar mushaklar massasi bo'shashib qolganligidan va ozgina infeksiya borligidan ham dalolat bo'ladi. O'rtoqlar, o'shaning uchun birgalikda bir oy davomida kursimda shug'ullanamiz. Hammasini batafsil o'rganasizlar va bu kursda hamma narsani o'rganib, oldini olib qilib bo'lganingizdan keyin kamida yana 2-3 oy bu mashqlarni qilib yurishingiz to'g'ri keladi. Bir oyda abrikadabra kursov degan narsa yo'q, lekin 100% rezultat bo'ladi. Men o'zim ham 4 ta tuqqanman va sizga bemalol tavsiya qila olaman.